Assalomu alaykum avvalambor. Yaxshi insonlar, sog' salomat bo'lar. Xayrli tong. Bir narsaga hayron bo'lib turibman-da, buni ijtimoiy tarmoqlarni eshitib, hamma chiqib qoladi-da. Aynan bir kishiga emas bu. Tushundingizlarmi? Yana men sudga beraman deb har xil qo'rqitishlar bo'lmasin. Tushundingmi yo'qmi sen? O'sha ayrim shaxslarga aytaman. Bir narsada men bir narsani tushunmayman. Hamma aytishadi-ku, boshliqlarga paxta qo'yish kerak. Menimcha, balki men tushunmayotgandirman. Mayli-yu, lekin men ham xizmat qilganman. 25 yil ishlaganman, vatanimga, xalqimga xizmat qilganman. Lekin paxta ham qo'ymaganman. Paxta qo'ygan kishini ham yomon ko'rganman. Bir narsani esdan chiqarmanglar. Hurmat degan narsa bor. Boshliqni hurmat qilish kerak. Boshliq, masalan, bitta narsaki o'zidan katta insonlar boshliq qilinadi. Qancha qiyinchiliklardan o'tadi. Uni ustiga ham qancha tekshiruv bor boshliqning. Boshliqqa ham oson emas. Boshliq ustoz bo'la oladi. Men hamma boshliqni aytmayman, bo'lishi mumkin. Qanaqadir o'zini hurmat qilmagan boshliqlar, ular ko'pga bormaydi. O'z ko'ryurimiz. Ili qamalib ketadi, ili ishdan ketadi, ili rasvo bo'ladi. Masalan, shunday boshliqlar bor, misol olganda, o'zini qo'l ostidagilarni o'zini farzandiday urishadi, o'zini ukasiday urishadi, so'kadi, kerak bo'lsa bir kishabot tashiydi ham. To'g'risida bizda shunaqa bo'lgan. Men o'zim ham shunday qilganman. Hurmat bilan paxta qo'yishni hech qachon anaqa qilish kerak. Boshliqqa bitta narsa-ku, boshliqqa sizni paxta qo'yishi shart emas. Qonunni ishlanglar, qonunni. O'zlaringizni hurmat qilinglar, paxta qo'yish shart emas. Bitta narsani aytaymi? Paxta ham qo'ya olmayotgan insonlar borki, mana bu ijtimoiy tarmoqlarga chiqib olib, boshliqqa paxta qo'yish kerak. Tudasida qo'lidan ish kelmaydi, ishdan ketadi yoki nimadir bo'ladi-da, mayli-da masalan. O'zi biladi, men bilmayman. Keyin bu yoqqa chiqib olib, boshliqqa paxta qo'yish kerak. Paxta qo'ymasa ishlamaydi, tudasida yo'q. Qonun bor. Qonun bilan ishlanglar. O'zingizni ishingizni bilib ishlasangiz, boshliqqa sizni paxta qo'yish shart emas. Yana bilmadim lekin. Meni to'g'ri tushuninglar.